Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar, ko'rayotganinglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalık xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda o'tgan bir hafta jarayonida yuz bergan Uyg'urlarga aloqador muhim voqealardan ma'lumot beramiz. Men Erkin. 23-iyul Amerika Davlat Majlisining Xitoy ishlar ijroiya komiteti chaqirilgan guvohlik berish yig'inida so'z qilgan Dunyo Uyg'ur qurultayi raisi Rabiya Qadri xonim Uyg'urlarga qartilgan diniy bostirishning bu yil texmo yuqori pallaga chiqqanligini ko'rsatdi. Ve Amerika hükümetini bularını to'xtatish uchun jiddiy tadbir alishga chaqirdi. Guvohlik berish yig'iniga Jungochi alayligidan Xi Jinping davridagi bostirish va kontrollik deb nom berilgan. Yig'inga yana Amerika ovozi Tibet bo'limining direktori Lo Sang-Gyatso, Jungoga yordam berish diniy jamiyatining prezidenti Bob Fu qatorliqlarmi qatnashib guvohlik berdi. Yig'inni komitet raislaridan Christopher Smith, Marco Rubio qatorliqlar tashkillagan. Yig'inda so'z qilgan Christopher Smith apandi diniy e'tiqod zar bo'lmasdan, balki Xitoy hukumati dinga e'tiqod qiluvchilarga qaratgan bostirish siyosatining o'zi bir zahardir dedi. Guvohlik berish yig'ini oxirlashgandan keyin ziyoratimizni qabul qilgan Rabiya Qadri xonim Uyg'ur va boshqa diniy guruhlarga qartilgan bostirish siyosatlari haqida Xitoyni jiddiy ogohlantiradigan vaqt kelganligini aytdi. 23-iyul Uyg'ur, Tibet, Mo'ng'ol va Xitoy o'qituvchilari birlashma ochiq xat e'lon qilib, Xalqaro Olimpiya komitetini 2022-yillik qishliq olimpiyakning sohibxonligini yana bir qatim Beyjingga berib, uni mukofotlamaslikka chaqirdi. Ochiq xatga Dunyo Uyg'ur qurultayi raisi Rabiya Qadri xonim, Jungo Fuqarolar kuchi tashkiloti prezidenti Yang Jalli qatorliqlardan boshqa yana Erkin Tibet harakati, Janubiy Mo'ng'ol uchur markazi qatorliq tashkilotlarning rahbarlari imzo qo'ygan. Ular ochiq xatida bizning xalqimiz chekayotgan iztiroblarni Xitoy hukumatining kishilik huquqiy itoat qilmaganligiga keltirib chiqadi. Biz sizlarning 2008-yildagi Beijing Olimpik musobaqasining Xitoydagi kishilik huquq buzg'unchiligiga xotima beramaganligi, erkinlikni yaxshilayolmaganligini unutib qolmasliklarini umid qilamiz degan. 8-navbatlik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yerlik millatlarning haq-huquqini qo'g'dash yig'iniga qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultayi vakili Dolqin Aysa apandi Uyg'urlar masalasini o'tirg'a qo'yib, Xitoyning bostirish, vayron qilish jinoyatlarini bash qilgan. 8-navbatlik BDT yerlik millatlarning haq-huquqini qo'g'dash mutaxassislari yig'ini 20-iyul Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Janvadagi bosh shtabida boshlangan. 190'dan ortiq davlat va 100'dan ortiq inson haqlari tashkilotlarining vakillari qatnashgan bu yig'inda Uyg'urlar masalasi o'tirg'a qo'yilib, kuchlik inkas qo'zg'agan. Yig'in 24-iyul oxirlashdi. Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xta muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinib, tunji qitim ayoli va farzandlari bilan ko'rishtirilgan. Ilhom To'xtaning ayoli Güzel Nurning radiomizga bildirishicha, ular 2 hafta ilgari, ya'ni 7-iyul Urumchi 1-turmada ko'rishgan. Ko'rishishga Ilhom To'xtaning ayoli, 2 bolasi va akasi bo'lib jami 4 odam qatnashgan. Ko'rishish 1 soat atrofida davom qilgan bo'lib, butun jarayonni 4 atrofida qurshab turgan soqchilar kuzatib turgan. Ko'rishishda ularning faqat o'z ahvoli va oila ishlari haqida so'zlashishiga yo'l qo'yilgan. Delo to'g'risida so'zlashishiga ruxsat qilinmagan. 18-iyul Germaniyaning Nürnberg shahrida Uyg'urlar ko'rsatgan nomerlar olqishga erishgan. Shahar markazida o'tkazilgan har millat xalqining san'at va madaniyat ko'rikini Nürnberg shaharlik madaniyat idorasi va chet elliklar majlisi birga o'rinlashtirgan. Myunxen shahridagi ishdan sirtqi Uyg'ur san'at havaskorlari qatnashgan bu faoliyatga Yevropa Sharqi Turkiston birligi tashkiloti, Germaniya Uyg'ur ayollari komiteti, Uyg'ur folklori tadqiqotchisi Nurnisa xonim va usul ustozi Xolisa xonimlar yetakchilik qilgan. O'rinlangan Uyg'ur usullari, naqshlari, she'rlar va do'lan mashribi qatorliqlar faoliyatga ishtirok qilgan er millat kishilarining zo'qini keltirgan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.